bittasi kelibdi bir shilqim, "Qora aka, sizni muxlisizman. Ha, keling. Mamashkani mazasi bo'lmayapti, cho'ti bugun erta surib yuboradi, bir o'qib qo'yingsizmi?" deyapti. Voy, qayerga surib yuboradi u? Kim surib yuboryapti? Qarang, ko'chada bir mashina bosib ketgan itni ko'rsangiz ham jiz yetadi-mi u yeringiz bir? Voy deysiz-da. Bu onaga shu darajada gapiryapti, o'sha itga hazar haligi jiz yetadigan narsa yo'qda. Chakaga tortib yuboraman-da, nimaga uryapsiz deydi. Seni boshingni yorib qo'yish kerak edi sen bolani. Onang o'lyapti dedim. Onang bugun erta surib yuboradi. Sen kimdan ayrilayotganingni bilyapsanmi o'zi? Kim surib olayotganini bilyapsanmi o'zi? Kim bo'lasan ulardan keyin bilasanmi? Tayyor duogo'ying-ku bu. Hozir ko'p otalar bor, jufti haloli dunyodan o'tib ketgan, Alloh rahmat qilsin. 10 yillardan beri zindon azobida yashayotgan otalar bor. Dardkashi yo'q, sirdoshi yo'q. U ichidagi qalbidagini o'g'liga aytib bo'lmaydi, qiziga aytib bo'lmaydi.